Nima sizni o'ylashga majbur qilyapti, aka? Boshingiz ushab o'tiribsiz. Men tushunmayman-da, odamlar nimaga bunaqa soобщение yozyapti. Mana buni nomi shlem. Kaska emas. Bir 99% odam kaska der ekanda. Bu quruvchi emas u odam, misol uchun bu shlem nomi. Tak. Birinchi masala degan. Adashib ketyapman. O'sha kommentariyalarni, lichkaga kelgan soобщениyalarni o'qib bir xil yozyaptiki, to'qir degan tovush chiqyapti dedi. Qayerdan chiqyapti? Uni hech kim bilib bera olmaydi-yu. Keyin g'itir paq degan ovozlar, keyin g'uvillagan, ну, ясно, что pachini ketgan bo'lishi mumkin. Qayerdadir, oldida yoki orqada. Shunga o'xshash qanaqadir ovozlarni o'ylab topib tashlayapti-da lichkaga. Bilmayman-da buni. Hech kim men professional bo'lsa ham qayerdadir tiqirlagan ovozi yoki toqirlagan ovozi yoki paqirlagan ovozi yoki g'ichirlagan ovozi, shunga o'xshash har xil narsalarni hech kim bilib bera olmaydi. Ochib ko'rgandan keyin bilishi mumkin. Просто o'sha narsalar men boshim ushab qo'yam, bunda nima ovoz bo'lishi mumkin? Tiqillagan ovoz yoki xullas biladiganlar yozib yuborsin, shu toqillagan, tiqillagan, paqillagan, shaqillagan, g'ichirlagan, xullas biladiganlar kommentga yozib yuboringlar. Men to'g'risi boshim ishlamayapti. Bu kaskaga вообще alohida mavzu. Quruvchida ishlasa agar gap yo'q, kaskani olib kelib qo'ying, xo'pmi? Bo'ldi, ertaga Kaskani qo'yamiz, bir 40 mingdan qo'yib yuboramiz, to'g'rimi? Ha. Kaska so'raganiga beramiz. Atak mana shlem. Shlem deylar, iltimos, mana shlem. 200 ming, 170 ming, 300 ming, eng qimmati nech pul? 1 million so'm. 1 million so'm eng qimmati. U integral misol uchun o'ziga bog'liqda, basharasi yechiladigan. Iltimos, kaska deb yozmanglar. Rahmat.